Assalamu alaykum savodoshlar. Bugun o'tadigan darsimiz qari pomzak pranniki. Bu prannik ketadigan materiallar bo'lsa, seriq may 200 gram, un 280 gram un, shakar 60 gram, yağ meyvesi 112 gram, tuz 2 gram tuz ve mavi un şekeri. Pudra şekerden, un şekerden muvaffaq miqdorda bu prannikimiz zinatlash uchun ishlatamiz. Endi buniki ishlash bosqichiga kelamiz xonimlar. Oldi bilan biz bu yong'oqimizni to'xopkini listga qo'yib 2-3 minut qizitib olamiz. Mana xonimlar to'xopkini listga qo'ydik. Endi biz buni 2-3 minut pishirib olamiz. Endi quruq bo'lgan bir qachimizga unimizni to'kamiz. Mana 2 gram tuzimizni to'kdik. Ondan keyin 280 gram seriq mayni to'kdik, sarı mayimizni. Endi bularni hammasini aralashtirib, xamir yo'g'irishga boshlaymiz. Mana xonimlar, xamir yo'g'irib bu holatga kelganda buning ustiga mavi shakarimizni to'kamiz. Endi mavi qizitib tayyor qo'ygan 2-3 minut pishirib olgan yong'imizni ushoq to'g'rab bu aralashmamizning ustiga to'kamiz. Mana qizlar, bu shakarni mavi yong'oqni ushoq to'g'rab qo'yib oldik. Qo'yib, endi biz buni xamir holatiga kelamiz. Endi xamir holatiga kelgan oldin ko'raylik xonimlar. Bir qo'li sal apsiz bo'lib qoldi ekan. Mana qizlar, biz xamir holatiga keldik. Endi biz bu xamirimizni ushoq zugul qilib, ko'mlash holatiga kelib, duxovkaning listiga tizib olamiz. Ko'mlash holatiga ekib oldik bu prannikimizni. Endi biz buni duxovkani 170 gradusda qizitib 20 minut atrofida pishirib olamiz xonimlar. Mana qizlar, bizning pranniklarimiz pishib chiqdi. Endi biz buni bir yerga dugulab ekilib, ustiga qiziq vaqtida un shakarni sepamiz. Sepib zinatlaymiz. Ondan keyin tafsiloq elib iste'mol qilsak bo'ladi. Shunchalik yeyishlik va churuk bo'lgan bir pranniklarniki bir turi bu. Mana un shakar bilan bezib oldik. Endi buni biz taqsiga chiroyli tizib olamiz. Mana xonimlar, taqsiga elib zinatlab oldik qaytadan un shakar bilan. Nihoyat yeyishlik va churuk bo'lgan qari pomzak prannikimiz tayyor bo'ldi. Eg'iz sosil erib ketadigan pranniklarning bir turi. Oilada yetib, pishirib, yeb sinab boqingizlar xonimlar. Kelar qatimliq yangi darsimizda ko'rishguncha Allohga omonat. Xushvaqt bo'lingizlar, jonimlar.